Assalomu alaykum aziz do'stlar. Va nihoyat Obid uzoq tashriflardan keyin showroomimizga keldilar. Anchadan beri suhbatda bo'lib, yozishib gaplashib turardi va nihoyat mana jonli bizning joyimizdan Jonli Dubayda edi. Dubayda endi Toshkentda bo'ldi. Bir necha xil obrazlar qilib berdik. Ulardan bitta namuna, yana qolgan ikkita variantini xudo xolasa keyin sekin yoritib o'zlari qo'yib ketaveradilar. Inshaalloh. Shuning uchun ham o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. O'zingiz nima deysiz? Men nima deyman, mana yaqin akamiz borlar. Bitta kirganda Dubayda lorodan 300 minglik kiyindirdi, dollarda salkam. Xuddi shu kiyib yurgan loro shimlariga, zegina shimlariga o'xshagan. Material, ko'rinish, komfort bemalol turibman. Endi bugun zalga chiqdim, birinchi kun. Yanada sal qorinlanib, yo'llanib kirgizasiz. Yanada ko'rdim deb bo'ladi. Vahshiy ideal ekan. Yo, rangi ham chiroyli, Rangi ham kapchikani moslab kiyib kelgan ekanman. O'shani aytayapman, juda ham mana shu oyoq kiyimingizga mos narsa bor endi. Hozir kiyib ketaman buni dedim. 3-4 xil zo'r narsa. Dubayda o'lchagan razmerlarini bir xil bo'lib turgan ekan. Tayyor qilib qo'yibdilar kelishimizga. Ming rahmat. Chin dildan Suhrob Habib brendini sifatli tavsiya qilamiz. Kelib choplariga, tikilishiga, komfortiga e'tibor berib, materiallari bir ro keling. Men bekorga zeginani aytganim yo'q, xohlasanglar zegina, xohlasanglar loro. Dunyo brendlaridan aytgan brendinglardan o'zingizlarning razmeringlarni o'lchab, qolipiga tikib beradilar. Hammasi bor. Kuzga, xohlasanglar yozga. Qachongacha Yevropani boyitamiz? O'sha aytaman. O'zimizdan foydalanaylik. Oyoq kiyimi originalini kiyish kerak. Qolgan original materiallardan Suhrob akamga Kirish kerak. 3 barobar arzon tushadi. Original do'kondagi narxga nisbatan bular ancha arzon tushadi. Men o'sha sifat bo'yicha birga bir bo'ladi. o'zbek akam olib kelaman, hozir O'zbekistondalar. Loro pianada balbal 3 millioncha bor profil dollarda. RMlar, Richard Miller, Rolex'dan eng qimmatlarini bizdan oladi. O'zbekistonga olib keladi, hech kim internetda odam tanimaydi. Olib kelaman, internetga qo'ymaymiz, o'zingizdan bitta luklar. Kelinglar. Rahmat.